Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 9. bab. Dağ. 1. Miladiya 1677-de Keş köz. Badaxşandın yolga chiqqan 6 nafar otlıq yo'lovchi yük taqlari ortilgan 2 töge 3 qotazni agashtirib, Büyük Babriylar sulolasining suyi alvak, tog' dollari intayin go'zal. Bağ Bayashat өлkisi Keşmirga qarab ketyotadi. Bu yerdagi Keşmirga mundaq izohat berilibdi. Keşmir Sultan Saidxon davrida Saidiya xonligiga qaram bo'lgan zimin edi. Keyingi davrlarda bo'libmi Sultan Ahmad xon, Sultan Mahmud xonlar davrida Akifka shahzodalar o'tirsidagi taxt talashish kurashlarida Saidiya xonligining kuchi ojizlashgandan keyin Saidiya xonligiga boyqut qilib Babriylar sulolasiga qaytilgan edi. Sultan Abdullah xon hokimiyat beshiga chiqqandan keyin ko'p tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, Kashmirni tasarrufiga ololmadi debdi. Üstü oppoq qor, osti yop-yeshil chiman, qarg'aylar bilan o'ralgan tog' yo'lining havosi to'limi sovuq edi. Yo'lovchilar yo'g'on juvlarga qimdalg'inicha ot ustida dugduyib o'tirishadi. Ağzı burundan chiqqan issiq o'rda saqal burutiri qirovdab ketgan edi. Ya havo ichilib kun chiqmidi, ya tayinliq qor yog'midi, dedi Molla Saqi xalifa so'qoqda qo'lashmagan lavlarini tasdim edirilib o'tirganicha. Boshqa otliqlar xuddi muzlab qolgandek o'tirishadi. Hech qaysi Molla Saqining g'o'drashlariga ovoz qatmadi. Qaysi vaqt bo'lganda? Dedi Molla Saqi tutuq kulrang osmonga qarab. Diğer vaqtigacha biror qunalg'uga udishib olsak yaxshi bo'ladi. 3 kundan beri suyuq salang bir nima ichmay odamning ichi qurib ketdi. Shuni deslar xalifam, dedi yo'lovchilarning biri zuvonga kelib. Shu topda Qashqarning osh ko'ksilib Çaştak kesip itilgen mezlik qiymi ügrisi közümge körünüp ketip barıdı. Sabır qısıla burader, dedi Molla Saqi. Ügrinin ismini anlap, ağzıga çoqlaşkan seriq suni g'urtida yutib etib. Xudo xolisa, pat yaqinda Qashqarning ügrisigili emas, Qashqarning ügrisigili emas, Taridak sozib etken langminiga, jiltisini qog'ozdek ichib tukkan Peter mantisiga, yani tehi doğru dermeklerini tetitib pishirgan zıq tonur kavaplarga eg'iz tegimiz. U kunlarmi az qoldi. İnşallah et qalır kagay xalifam, dedi yana bir yo'lovchi ulug' kichiktinib. At ustida hamrohlarining so'zlarini anglab o'tirgan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon hasratlik tinib qo'ydi. Shu topda uningmi ko'z oldidan Qashqardagi Eshon qasrida har kuni 3 vaqt dasturxondan kam bo'lmaydigan polo lag'man, manti jo'jura, ugri sho'rpa, ziqqa tortib yoki tonurga silib pishirgan qo'za, o'g'loq, bochka, o'lay, bug'u kiyik kavoblari, turli sharbat sharoblar, xushi Pırak, çüçümel çayla birmi-bir ötmek dedi. Molla Saqining "O kunlarmi az qaldi" degan so'zlari quloq tubida to'xtamay jaranglaydi. Qashqarga yuzlagan muridlar oyog'iga bosh qo'yib, tonlarining peshini tavab qilib, chang to'zonlarini ko'zlariga surtib, xizmatiga labbay deb qo'l bog'lab turadigan shonu shavkatlik saltanatga yana qaytishga imkoniyat bo'larmi, ha? O aşu çağda Sultan İsmail xonning o'zini o'limga buyurmaganligidan Allohga shukr sana etgan edi. Ko'z yoshlarim bilan Ahmaq xonni oldidim deb ichida kulgan. Saidiya tasarrufiga ikkinchilab oyoq bosmaslik haqidagi farmonni topshirib olganda qalbida o'chay deb qolgan umid shomi ojiz pilildigan edi. Shuncha qadrini qilgan, ayatvorlab beshida ko'tirgan murid muxlislarga bir oz tortishqandek qismi, kindiq qini to'kilgan ona tuproqdan qo'g'lanish,
ayrılış azabını qilchilik his qilmagan edi. Shundaq, İşanның vücudida ona yurt mehrinin zerrisimi yo'q edi. Ammo ish uning kutgandek chiqmadi. Saidiya chegarasidan o'tib Badaxshon tavasiga xuddi aziz, e'tiborliq, katta mehmondek dabdabalik jarri samolari bilan kirib kelgan atalmish Qutbul Ahtab Sultanul Muaqqiqinni Badaxshonning ahli suluk peshvolari bo'lmish ko'r ishon xo'jalar ba'ayni bir parcha so'ngakdan qizg'angan lolma itdek xiris bilan so'g'uqli kutib oldi. Uning suluk targ'ibotlari amri ma'ruflarini vazirini anglaydiganga odam chiqmadi. Öz xo'ja pirlariga to'limi sadoqatman Badaxshon xalqi bu nom amali noma'lum lamakan xo'jaga ancha e'tibor qilmadi. 6 oyga yaqin tirishchilik ko'rsatibmi? Meslektaşları orasida yaklangan Xo'ja Hidoyatullo Ishon umidni Badaxshon amallarga bog'ladi. Mingsar oltin bilan 2 top xotan atlisini amir bilan ko'rishish iltimosiga qo'shib o'rdaga kirgizdi. Hafta o'tganda o'rda Shig'avul amriga yana bir muncha so'g'i salom sungutib yurib, amirning qabul qilishiga erishgan bo'ldi. Badaxshon amrining qabul qilganligi haqidagi xabarni anglagan Hidoyatullo Ishon murosim kiyimlarini kiyib, so'latdek yasandida, Molla Saqiy qatorliq xalifa so'palarini agashtirib, o'rtaga yugurdi. Amir odilarining farmoni Xo'ja Hidoyatullo Ishon azizidan o'zgalar sirt saqlab turg'ay, dedi o'rda darvozasidagi qarovullar boshlig'i Ishonning mahramlarining oldini to'sib. Badaxshon amrining hashamatlik sarayda o'zini kutib olish uchun tayyorlangan katta murosimni ko'z oldiga keltirib, zo'r ishonch bilan o'rdaga kirgan Hidoyatullo Ishon Badaxshon amrining hech qancha hashamatsizla kutib o'tirganini ko'rib, to'liq ta'ajjublandi. Sarayning busuqisidan otlapla baja keltirgan hurmat ehtiromiga Badaxshon amrining o'rindan turish tugul qimirlabmi qo'ymaganini va alaykum assalom degan so'zni xo'sh yoqmagan holda og'zining uchidla deb qo'yganini ko'rib, ich-ichidan xo'rliq his qildi. Qani marhamat qilib o'tirg'aylar, Ishon hazrat, dedi zar to'niga o'rinib, oltin kursida o'tirgan Badaxshon amri Ishonni to'ban darajalik amirlarning oyoq tarafiga qo'yilgan bo'sh kursiga taklif qilib. Badaxshon hijratiga ko'ngillari tatib qilishlarining, shundaqla dargoyimizga ziyorat qilmoqni istab qilishlarining boisi nimikin? Hech qanday takallufsizlar so'ralgan bu savol Ishonning yana bir qitim g'azabini keltirdi. Xo'rliq, kamsitish, hurmatsizlik yurak bag'rini o'tkir pichoqdek tilg'ab tashladi. Büyük Badaxshon tasarrufiga hijrat qilmaqimizda 18 ming olamning xonu haqani on hazratimning optopdak jamoliga qiynilish ham muloqotda bo'lib, istidod durdanlardan ta'lim ilishdan o'ziga muddao yo'qdir. Yo'qsa, Ishon hazrat ko'p mubolag'a qilyaptilar, dedi Amir Ishonning ziyoda maqtashlaridan bezor bo'lgan holda. Faqat büyük Baburiylar tasarrufining saltanat tizginini tutib turg'uchi Avrangzib olilarla 18 ming olamning xonu haqani bo'lishga munosibdir. Bizlar bo'lsak, ul qiblagohimizning homiyligidagi kichikkina bir yurtning amridurimiz xolos. Bu yerdagi Avrangzib deganga mundaq izohat berilibdi. Avrangzib shu davrdagi Baburiylar sulolasining podshohi bo'lib, Badaxshon uning qarashliq bir kichik xonliq edi, debdi. Xushamad so'zlarining qarg'i kammayotganligini his qilgan Hidoyatullo Ishon nima deyishni bilolmay biroz turib qoldi. Amir janoblari haqiqatan vafo, sadoqat ahli ekan, dedi Hidoyatullo Ishon chiroyiga xushamad kulgisi yugurtib. Bu dunyoda olilardek vafo ahlidan yana qanchasi bor deyla?
Mana bizler kim Qutbul Ahtab, Sultanul Muvaqqaqin bo'lmish ahli sülük peşivasi Saidiya tasarrufining saltanatini mustahkamlash uchun bisyor kuch zimin sarf etgan edim. Hala yaqinqi yillarda taxt o'tirgan Sultan Ismoilxon jiyan o'g'li haqiqiy taxt varisi Shahzod Yo'lvosxonni qatl qilib taxtni tortib oldi. Onu mu az deb ahli sülük targ'ibatini cheklab, sülük ahliga saltanat suri bilan zulm soldi. El ra'iyatning noroziligiga parvo qilmay taxtni o'ngchi egilib oldi. İki eg'iz lilla gap qilib qo'yganim uchun meni Saidiya tasarrufidan qo'g'lab chiqadi. O nainsof xon hozir hadab lashkar to'plab buyuk Boburiylar tasarrufi bilan Astraxonlar tasarrufini istilo qilish uchun tayyorlik ko'ryotidi. Bu yerdagi Astraxonlar degani 1599-yilda Shaybonixonlar sulolasi og'dirilgandan keyin Astraxonda qurilgan xonliqni ko'rsatdi deydi. Navada amir odilari Ismoilxon bitu yo'q turgan mushundaq fursatdan foydalanib Saidiya tasarrufiga lashkar tasla o'l zaminni osonla itoatlarga olgan bo'ladilar. Bahodirlarcha shanu shavkatlari jahonga tarqalatdi. Xonu Xaqon avrangzib olilarmu ko'rsatgan bu ajr to'hbalari uchun janoblarini katta inomlar bilan tortiqlagan bo'ladi. Hidoyatulloh Eshon Badaxshan amirining ko'zini yerim yumib jim o'tirganini ko'rib, so'zim ta'sir qilayotgan o'xshaydi deb o'yladi. Paskash mutasini texmo azvaylab so'zlashga boshladi. Navada Bahodir amir janoblari bu ulug' ishqa tutunsalar, men kim Qutbul Ahtab piri buzruk Saidiya tasarrufidagi nachtumanlagan murid mushritlarim bilan hazratlariga hamdamda bo'lib, atgan o'qlari, chapgan qilishlari bo'lishga tayyorman. Her yili hazratlariga tumansar oltin kumush ulpan topshirishga kepillik qilaman. Eshon hazratning kindi qin to'kilgan muqaddas tuproq bo'lmish ona vatanni xotamlarcha sexiylik bilan ikki qo'llab tutganliklariga ko'p tasanno, dedi Badaxshan amiri masxirlik talaffuzda kulib. Ammo buyuk Saidiya tasarrufiga lashkar tortishda katta ish zinhor qo'limdan kelmaydi. Hazratim ancha bilimiz kerak. Buyuk Boburiylar xonligining peshvo xonu Xaqoni Zuhriddin Muhammad Bobur hazratlari bilan Saidiya xonligining peshvo Xaqoni Sultan Said Xon hazratlari yiltizdosh, jamat urqi bir qarindoshdir. Ular o'tirsida bir-birining tasarrufiga tajovuz qilishmaslik, o'zaro yordam hamdamda bo'lish xususida ahdu farmonlar bordir. Qiblagohimiz avrangzib Xaqoni olilari babai buzruklari qilishgan ahdu paymonni yirtib tashlab, o'z qarindoshlarining ziminiga lashkar tortmoqligini aslo ravo ko'rmas. Nasiyatimiz shulki, Eshon hazratning muddaosi shu bo'lsa, darhol niyatini yong'ay. Hidoyatulloh Eshon Badaxshan amrini Saidiya xonligiga lashkar tortishga ko'ndiranmay ilojsiz yenib chiqdi. Yaxshi niyatini tushunmagan bu amirni ichida tilidi qog'idi. Eshon mushularni xiyoldan o'tkazib, ichidan hasratlandi. Necha kundan beri tuzuk harduq ammay yo'l yurayotgan oq org'amoq kichkina tosh dangallarga putlashsimi, mudraytdi, qo'pol sukuldaytdi. Uning bu sukuldashlari Eshonning ochiq aslamalariga qilchilik haloqat yetkazolmaydi. Saidiya ziminiga qayta qadam besish, olaqanda qo'shna el xonlarining homiyligiga erishib, ularning tumanlagan lashkarlarini boshlab berib, Sultan Ismoilxondan Saidiya xonligining oltin taxtini tortib olish shirin xiyoli yuragini qurtdak oramsiz hajilaytdi. Qo'lisida turli shum plan, nomussiz tadbirlar zohir bo'ladi. U Badaxshan amiridan burniga yegandan keyin shum niyatining qutritishi bilan Astraxonlar sulolasining Xaqoni
Abdulaziz xonning ordisiga nurg'un sovg'a salomlar bilan berib ko'rishishga muvaffaq bo'ldi va munofiqlarcha niyatini yoshirmayla bayon qildi. Bu yerdagi Abdulaziz xon degani milodiya 1642 yildan 1680 yilgacha jami 38 yil Astraxan xonligining taxtida o'tirgan mashhur hukmdor deydi. İşan Hazretimning nasabi Saydiya xonzodlaridanmidir? Saydiya xonzodlaridan İşan Hazretimning nasabi Saydiya xonzodlaridir. Xonzodlaridandir. So'rdi Abdulaziz xon İşanning Saydiya ziminiga lashkar tortish to'g'risidagi iltimosini anglab bo'lgandan keyin to'limdan to'qmoq chiqqandeklar. İşan Hazretimning nasabi Saydiya xonzodlaridanmidir? So'rdi Abdulaziz xon İşanning Saydiya ziminiga lashkar tortish to'g'risidagi iltimosini anglab bo'lgandan keyin to'limdan to'qmoq chiqqandeklar. Yo'qsa an hazratim, dedi İşan tuyuqsiz so'ralgan bu savoldan bir oz undarib. Bizlar kim sultonning muhaqqiqin Sayyidurimiz Cennet makan padaru buzurgimizning nomi sharifi mazar podshoh Xo'ja Muhammad Yusuf İşan Valiullahdir. Ulug' babai buzurgimizning muborak nom sharifi Karamatullah Kotbin Xo'ja Ahmad Kosani Maxtum Azam Sajjudu Bishindur. Nasabimizning Sayyidlik unvani imami Hüseyin Raziyullahi anhuga xo'jalik unvanimiz İmam Muhammad Hanifa sahibi Darvonga ulishidu. Pul zati muboraklar orqali Hazrati Ali Shohi Mardon raziyallahu anhuga oxirida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ulishidu. Astraxonlar Haqani Abdulaziz xon Xo'ja Hidoyatulloh İşanning nasab davrini haqidagi zay salmas atgan posini siliq sipoyilik bilan uzib tashladi. Biz hammamiz Janobi Rasulullohning ümmetlerdirmiz. Hazratlarining babai buzrug Xo'ja Ahmad Kosani pirining buyuk Saydiya Haqani Sultan Said xon odilariga pir buzrug bo'lib duogo'ylik qilib o'tgandan ham xabarimiz bordir. İnşallah janoblarimo pir buzruglari Maxtumi Azamning saodatman yo'lini tutib Saydiya xonzodlariga pir buzrug bo'lib duogo'ylik qilib qo'yma savobliq ishlarni qilgan ekanlar. Hala bugungi kunda bildikki pir bo'lmish, buzrug bo'lmish İşan Hazrat duogo'yligini tark etib murid muxlislarining ota murossiminiga kindiq qini to'kilgan muqaddas vataniga yo'g'i boshlab berishni iroda qilib qapti. Suvani tutilgan Hidoyatulloh İşan so'g'uq terliginicha yerga qarab turib oldi. Abdulaziz xon so'zini davomlashtirdi. Bizlarning u sultonlar bilan hech qanday nizo adovatimiz yo'qdir. Tasarrufimizdagi raiyatlarimiz bo'lsa, u Saydiya avomlari bilan ilmiy saqdan tortib bir til, bir qavm, bir urug'dagi qarindoshlardir, ham dindoshlardir. Shundaq turib, o'zaro yog'i qilishmoq ne hojatdir bizga? Haqda Taolodan dillariga insof, el yurtlarga osoyishlik tiligayla, ey İşan Hazrat. At ustida ketib borgan Hidoyatulloh İşan Abdulaziz xonning bu so'zlarini esiga olib ochiq to'lgandi. İşan burniga yeb tursimu niyatidan faqat yonmadi. Saydiya tasarrufidan qo'g'langan 5 yildan beri Badaxshon, Kabul, Hirat, Buxara, Anjan, Samarqand qatorliq shaharlar oraliqida to'xtamay qatirdi. Siliq sipoya rad qilishlargimi, ochiq ta'na malomatlargimi uchradi.
Bu yurtlardagi maslakdoshlari Xo'ja Eshonlar uni orsiga olmay, xuddi lolma itni qo'g'lagandek har qachon qo'g'lab turdi. Axir bu yil kuzda xeyli ko'p mol bisotidan ayrilgan Eshon Badaxshonda sargardon bo'lib turaverishga chidamay, xuddi utirvatgan turuqliqmi o'shiqqa to'ymagan qimorvozdek eng oxirgi 1000 sarga yaqin oltin, 5000 sarga yaqin kumush va 10 necha top xotin attisi, 20 necha top yakan shoyisini ilib, eng oxirgi dasmoyisini Tavqaga tashlab, Kashmir podshohiga orzu umidlarini bog'lab yo'lga chiqqan edi. U yo'l bo'yi hamrohlariga biror ig'izmi gap qilmadi. Hamrohlarining paranglariga aralashmadi. To'xtamay zikr sana aytib, Allohdan ko'ngliga pukkan orzularining tezroq ro'yobga chiqishi uchun madad tiladi. Plan tadbir tuzdi. Shu topda Hidoyatulloh Eshonning ot ustidagi tashlanmagan ko'rak juviga qimdalgan vujudida minglagan chayonlar qatraydi. Rahimsizlik, munofiqlik, osiylik, xunxo'rlik chiqib turgan xunuk ko'zlaridan ushib tegib, ichriqab ketgan yilonning ko'zlarinikidek mudhish sovuq nur chaqnaydi. Maylila, xalqning og'zida qanday haqoratlik, la'natlik nomlarga qilishimdan qat'iy nazar, qo'limdan keldiganligi chora amallarni qo'llanib, Sultan İsmail Xondan Saidiya xonligining oltin taxtini tatib olmay qo'ymayman. Bu maqsadimni ro'yobga chiqarish uchun yotlar oldida itdek o'milashga, mushukdek surkilishga, qurt qo'ng'izlardek yashashga roziman. Hatto jinimdan boshqa har qanday narsamni qurbon bersam mayli. Kashmir podshohining Xoqon Avrangzibga boyqut qilganligi rostmidi, Eshon pirim? Molla Saqining bu savoli bilan Hidoyatulloh Eshonning xiyoli bo'linib ketdi. U Molla Saqining Kashmir podshohining yordamiga erishamay, yana ortiqcha yo'l jafosi tortishdan ansiravatganligini tushundi. Eshonnimi mushu mudhish xayol yo'l bo'yi pat-pat qiynab keldi. Ammo u Kashmir podshohining Boburiylar Xoqoni Avrangzib bilan adovatlashib qolganligini, shu sababli Boburiylarga bo'lgan itoatdan chiqib boyqut qilganligi haqida xeyla ishonchli ma'lumotga erishgan edi. Va buni o'zi uchun qandoqdir bir xayrli ishdak bilib, Kashmirga safar qilishni ko'ngli tortib qolgan edi. Inshaalloh shundoq bo'lg'ay, dedi Hidoyatulloh Eshon Molla Saqining savoliga qisqacha javob berib.